Xo'jaga ming bor uzr. Vaqtli ayta olmadim. Endi payti kelib qopti-da. Mashinalarning arzonini har xillarini ko'rsatdim, lekin o'sha inamarkalarga tushadigan balonlarni ko'rsatmagan ekanman. 19 razmerli Everton yoki Greenlander balonlarini 926 ming so'm sotilardi. 674 ming so'mdan donasini hozir bosib olsangiz bo'ladi. Bu faqat Askoda. Bu balonlarni sotib olsangiz o'rnatib berish ham tekin. Har 10 ming kilometrda perikdan qilib berishadi. Bu orqali taxminan 400 ming so'm pulni tejab qolgan bo'lasiz. Srochniy 1339 ga telefon qilsangiz batafsil tushuntirishadi yoki kommentga mashinangizni modelini yozib ketsangiz ham batafsil ma'lumot berishadi. Foydalanib oling. 674 ming so'm tasavvur qiling, mana shu 19 razmerli balon. Bu balonlar Kia, Hyundai, BYD, Jetour va Toyota'ning juda ko'p modellariga tushadi.